Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Ushbu profilaktik ogohlantiruvchi murojaatni yo'llashdan asosiy maqsadimiz tumanimiz aholisini ko'rmagan vaziyat ogoh qilgan holda siz azizlarni jinoyatlardan jabrlanib qolish ehtimolingizni minimal darajaga tushirishdan iboratdir. Shu maqsadda tumanimizda jinoyatlarning oqibatlari bilan kurashish emas, aksincha sodir etilishi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish choralarini ko'rilmoqda. Shu fursatdan foydalanib, tumanimiz hududidagi kriminal vaziyat bo'yicha qisqa ma'lumot berib o'tsam. Joriy yilning 4 oy davomida olib borilgan chora-tadbirlar natijasida tuman hududida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar og'ir tan jarohati yetkazish, bosqinchilik, talonchilik, nomusga tegish, avtotransport vositalarini olib qochish jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish qaratilgan tadbirlar natijasida 39 ta mahallalarning 19 ta jinoyatlar keskin kamaydi. 15 tasida umuman jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Shuningdek, mahallalarning 5 tasi qizil toifaga kirgan bo'lib, ularning ham hissasiga 32.6% oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar to'g'ri keldi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, tumanning eng og'ir mahallalaridan Sarkul mahallasi kiradi. Hozirda ushbu mahallada kriminal vaziyatni jilovlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 106 nafar tazyiq, zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlar aniqlanib, ularga himoya orderlari berildi. Buning natijasida 44 ta oilalar yarashtirildi. 43 ta oilalarning nizolari bartaraf etildi. Himoya order talablariga rioya qilmagan jami 3 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib sudlarga yuborildi. Amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda ayrim muammoli masalalar va ularni bartaraf etish ham e'tiborimizdan chetda emas. Kundan kun axborot texnologiyalari rivojlanib, internet tarmog'i imkoniyatlari oshib borayotganligi sababli ham yangi kiber jinoyat turlari paydo bo'lmoqda. Kiber jinoyatlar oldini olish bo'yicha ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, lekin afsuski aholimizni bu yo'nalishdagi targ'ibot ishlari orqali zarur tushunchalarni haligacha yetkazib bera olmayapmiz. Joriy yilning 4 oy davomida jami 33 ta kiber jinoyatlar qayd etilib, ularning asosiy qismini kiber o'g'irlik, yana 14 ta, kiber firibgarlik 16 ta, giyohvandlik bitta haqoratni tashkil qiladi. Ushbu jinoyatlarning 77.6% dan fuqarolarimizning o'zi plastik kartasi kodni jinoyatchilarga berganligi, 18% holatlarda internet orqali onlayn savdolarga amalga oshirishda pul mablag'larini oldindan o'tkazib berganligi hamda 4.7% holatda boshqa turdagi kiber jinoyatlarga alanganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu xavfdan qutulishning eng samarali yo'li esa fuqarolarimizni kiber jinoyatlarga qarshi kiber madaniyatini shakllantirish, o'zimizni ushbu jinoyatlardan himoya qilishni o'rganishimiz talab etiladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan turli xildagi e'lonlar va xabarlarga ishonib qolavermasligimiz kerak albatta. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sudga chaqiruvchi, MIBga jarima, sening suratlaring va shunga o'xshash mazmundagi ilovalarda yolg'on xabarlar yoki ularni Markaziy bank, davlat organi, to'lov tashkilotining xavfsizlik bo'limi xodimi sifatida tanishtirib, fuqarolar ishonchiga kirib bank kartalaridagi pul mablag'larini o'zlashtirish yoki nomlariga katta miqdorda kredit rasmiylashtirib olish holatlari juda ko'p kuzatilib borilmoqda. Agar siz notanish raqamlardan qo'ng'iroq bo'lib, shaxsiy ma'lumotlaringiz so'ralsa yoki bank kartangizga hujum bo'layotganligi aytilsa, bankning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, holatga oydinlik kiritishingiz shart. Aziz tumandoshlar, yana bir jiddiy masala alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Bugungi kunda giyohvandlik, psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar ham kundan kun avj olib bormoqda. Ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida ushbu jinoyatlar keng tarqalmoqda. Olib borilayotgan tezkor tadbirlar natijasida shu yilning o'zida 4 ta jinoiy holat aniqlanib, giyohvandlik moddalari noqonuniy muomalasiga chek qo'yildi. Giyohvandlik balosiga qarshi barchamiz birgalikda kurashishimiz shart. Aziz nurobodliklar, farzandlaringizning yanada e'tiborli bo'ling. Ularga xulq atvori, yurish turishi, xatti-harakatlari o'zgarish sezganingizda zudlik bilan buni oldini olish choralarini ko'rish shart. Bee'tibor bo'lmang. Tegishli idoralarga o'z vaqtida murojaat qiling. Murojaatim davomida yana bir qator muhim yo'nalishlardan ham alohida to'xtalmoqchiman. Jamoat transportida aholi gavjum joylarda, bozorlar va serqatnov ko'chalarda
hamyon va shaxsiy buyumlaringizga e'tiborli bo'ling. Tasavvurlik jinoyati jabrlanuvchisiga aylanib qolmang. Xonadonlar va boshqa obyektlardan o'g'irlik jinoyatlari sodir etilishini oldini olish maqsadida ularni qo'riqlash pultiga topshirishingizni tavsiya qilaman. Avtoulov olib qochish, avtoulovdan o'g'irlik jinoyatlarini oldini olish maqsadida avtomashina kalitini o'zida qoldirmang. Qimmatbaho buyumlarni mashinangizda saqlamang. Aziz nurobodliklar, hurmatli prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, mahalla tinchlik, osoyishtalik poydevori, aqllik va hamjihatlik, ma'rifat va tarbiya qo'rg'onidir. Davlatimiz rahbari 3-yanvar kungi 1-sonli qarori bilan kriminologik vaziyat og'ir bo'lgan 7 ta mahallalarga tuman hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi, Milliy gvardiya, Davlat soliq inspeksiyasi nomma-nom biriktirilib, jinoyatchilik jilovlash va mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilab berildi. Xususan, tuman IIBda tezkor shtab tashkil etildi. Tuman ichki ishlar guruhi tomonidan voyaga yetmaganlar, yoshlar va ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar kelib chiqish sabablari, shart-sharoitlari kunlik tahlil asosida muhokama qilinmoqda. Vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan qaragan tashkilot rahbarlari va mahalliy yetakchilarga tegishli choralar ko'rib borilmoqda. Ayollar tomonidan jinoyatlar sodir etilishi oldini olish maqsadida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar joylarda mahalliy yetakchilar bilan hamkorlikda ijtimoiy profilaktika obyektlari bo'lgan ayollar bilan suhbatlar o'tkazilib, ijtimoiy, maishiy hamda psixologik yordamlar ko'rsatilmoqda. Umuman olganda, bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan barcha chora-tadbirlar xalqimizning tinch, totuv va xavfsiz hayot kechirishiga qaratilgan. Shunday ekan, hamkor tashkilotlar hamda keng jamoatchilik vakillari bilan birgalikda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Tumanimiz hududida jinoyat huquqbuzarliklarini oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish borasida chora-tadbirlar yanada jadallashtirishimiz lozim. Bu ishlarni amalga oshirishda albatta keng jamoatchilik vakillari, siz va aziz fuqarolarimiz tayanamiz. Murojaatim yakunida siz azizlarni yana bir bor ogohlikka chaqiraman. O'z uyimiz, o'z mahallamiz, o'zimiz asrashimiz, yurtimiz, tumanimiz, mahallamiz tinch bo'lsa, xonadonimiz ezgu baraka, fayzli bo'lishini so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.